Sergeli tumanidan uy qidirganlik uchun Xonoboddan 2 sotiylik remontlar tayyor uy topib qo'ydik. Kirganimizda mana shunaqa chiroyli mebellar bilan bizning oshxona chiqyapti va chap tomonimizda spalni joylashgan ekan. Bu yerda mana o'zining kichkina koridori, o'ng tomonimizda mana detskiy xona bor ekan. Binoning 3-xonasi mana katta mehmonxona ekan. Hop, mehmonxonani chap tomonida yana alohida mehmonlar turish uchun yo'li va eshik qoldirilgan ekan. Uyimizning burchak qismida mana alohida yana sanuzel ham bor ekan o'zini. Yana uyimizning plus tomoni o'zini kattagina mansardasi bor ekan. Mansardada yana alohida sanuzel ham bor ekan.